بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah Subhanahu ve Teala'ya çeksiz hamd sanaları olsun. Davamlı şu Allah'a hamd sana etiş, teşekkür etişke muhtacımız ve Allah'tan davamlı yardım talep kılımız. Allah'tan davamlı günahımızı mağfiret kılışını dileyimiz. Allah bilen nefsimizin yamanlıkından ve emellerimizin, hareketlerimizdeki naçarlığı ve barlık günah emellerden Allah bilen panah dileyimiz. Allah hidayet kılan kişini hiç kişi azdıramaz. Allah az doğan kişini hiç kişi doğru yolga başlayamaz. Şundakla şeriksiz yek yegane bolgan Allah Subhanahu ve Teala'nı davamlıq yek yeganedir dep guvalıq biriş bilen birge Muhammed Aleyhissalatu vesselam'daki Allah'ın hem bendisi ve elçisi ekenligiga çin kalbimizden guvalıq birimiz ve işinimiz. Bugün Hicriye İslam kalendari boyunca 1445 yılı Zulqa'da yani 11. ayınki 24. günü. Hristiyan kalendari boyunca 2024 yılı 6. ayınki 1. günü. 1000 yıldan buyan özünki acayip sırlık manalarını yo'qotmayotgan ve din ve dünya hakkında özüge mol mezmunlarını jug'lagan acayip zor İslam tarixida ta'sir ko'rsatgan hozirgi 1000 yıldan buyan özünün julalıqını yo'qotmayotgan bir kitap var. Bu bolsunmu Edebuddin ve Dünya, Din ve Dünya Edeb Kaideleri degan kitap bulup, mush kitapni o'qishni Allohning fazli marhamati bilan o'qishga Allah Subhanahu ve Teala muyassar qilsin. Shuni boshlash oldida turibdimiz. Bu kitap Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi degan kishiniki kitap bulup, öz davrida Abbasiylar davridagi nihoyatda da'oniq qozi, hem faqih, hem cho'ng katta bir siyosiy on. Bu kishi 364 yılı tug'ilib, 450 yılı Hicriye şu vaqtda o'lib ketgan. Biz hamda 2013 yılı Darul Minhaj, Livandagi Darul Minhaj nashriyatininki eng güzel nusxasi bo'lgan. Mush 2013 yildagi nashriyat nusxasini asos qilib turib, bu kitobni boshlaymiz. Bu kitobni mush adab, axloq, qoida, yo'sin babida naiti katta bir she'r bo'lgan Ali ibn Abu Talib Keramallahu vechhuniki şiir bilen başlaptı. Şu şiir bilen başlasak bizmi? Kun ibn men şi'te vektesib edeben yughnike mahmuduhu anin nesebi feleyse yughnil hasibe nisbetuhu bila lisanin lehu ve la edebi innel feta men yekulu ha enza leysel feta men yekulu kan abi. Sen kimnin balısı bolsan bol, lekin çokum edep ahlak öğrenmesen bolmaydı. Çünkü edep ahlakınki berkti, yaki edep ahlakınki nam nişanı nesebindin mu bek katlıdır. Nesep bulmusu mu, nesebin bek dağınlık bulmusu mu, şu yeterliktir. Neseblik adamın nesibi kalkemez dedi. Navada o adamın edep ahlak kaid yosun bilmese, edep ahlakı bulmusa, titik tili bulmusa dedi. Yaki bulmusa, güzel til bulmasa. Çünkü jigit degen mana men şu deydigan adamdır. Hergizmi meni dadam palonchi etdi, dadam manda o'tgandi tarix deydigan adam o jigit bo'lmaydi. Mana men şu deb o'zining meclisiga kirib o'zini namoyon qila oladigan jigitni biz haqiqiy jigit deymiz dedi. Bu Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhuniki she'ri. Kitobda nashriyat savdogarlari yoki kitobni shu Darul Minhaj nashriyati o'ziniki shu nashriyat tarafdan yazgan bir mukaddime kiriş sözünü bayan kılıp ötepti. Biz şundan başlayalım. Bula deydi Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin perverdigarı boğan Allah'a hamd sanalar bolsun. Bu Allah davamlık şu Allah'ın eslep durduğun, zikri kılıp durduğun, Allah'a özünün teşekkürünü bildirip durduğun kişilerinki tümensiz hamdileri bolsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a Allah'ın salamı ve rahmeti davamlık bolsun. Bu peygamberlerin en ahirkisi boğan bu peygamberge Allah'ın rahmeti alet devam bolsun. Ve şundakla Resulullah'ın aile tavabatıga ve özün söyümlük en yakşı isil bu sahabelerge Allah'ın rahmeti devamlık bolsun dedi. Hoş, hulası kalamı kelsek burunda mında bir gep vardı. Burunkular keyinkilerge hiç kanda ners kaldırmagan. Kıldığanın hemini, yazdıganın hemini burunkular yazıp boğan diyen bir gep boğan. Bu hatta entere degan Arap şairiniki sözünü asas qilib turib, mushni o'ziga ulgin hamoni qilib turib deyilgan gap. Bu entere deydi. Hal g'adara shu'ara min mutaraddami am hal aribtu dara ba'da tawahhumi. Shoirlar bir yamab
yasıqdek bir deydigan gaplarni qo'yib qo'yganmidi? Yoki men bu uyni shak shubidan keyin yo gumondan keyin bilinmayman, da tonib oldimmi ya degan gap bu she'r. Lekin she'rdagi bu yerda ilgari surilgan ma'na burunqilar yozg'idek bir narsa qo'ydimi, qo'ymadimi? Men ulardan bakrak kattaroq narsani she'rni texmi to'qiyman dedi. Bu danliq bir muhabbat g'azali. Antara degan shu islomiyatdan burunqi o'tgan arabning danliq katta shoiri. Bu yerdagi maqsad hamda boshqa burunqilar keyingilar bir narsa qoldirmidimi degan ma'noni ilgari surish orqali yozganning hammani burunqi yezib bo'lgan degan ma'noni ilgari surmoqchi. Amaliyotda maktabni nashriyatdagilar bu so'zga inkoriy ma'noni bergan. Ular deydi nashriyatdagilar, mana mushu gaplar burunqilar keyingilarga ishlim qoldirmidi degan mushu gap, mush taqlidchilikni ilgari suradigan yoki sal ho'ron manda adamlarga bir bo'lib berdi deydi. Burunqilarning kitobini yozadigan, shuni o'qiydigan, shuni o'qitadigan, shuni dars qiladigan, mushta ishlar bilan shug'ullanib, yangilik yo'q, ijodiyat yo'q, yangi yozadigan bir narsa yo'q. Bular mush so'z orqali bir mezgil shu kitob yozadigan, mushta ishlar to'xtab qolgan deydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu ummat ichidan har asrda yangi islohot harakatlarini olib boradigan, ijtihod bayrog'ini ro'shan ko'taradigan odamlarni Alloh yaratgan bo'lib, bular insonning fikrini texmi uyg'otadigan, nazar doirasini jonlantiradigan mushundaq insonlarni, mutafakkur olimlarni Alloh yaratib chiqarib beryapti. Alloh Johizga shunday yaxshi mukofotlarni ato qilsin. Johiz degan bu mudanliq İslamiyet'teki dastlabki asrlarda yaşagan, ikinci asrlarda yaşagan danliq katta shoir. Arab edebiyatini shu tag'i cho'qqichi ko'targan adam. O'z vaqtida bu odam shunday deganda, bu kishilarning davomli ishlatadigan bir gapi bor. Bu so'zi ilmga, ulamoliga bek ziyon ilib kelgan so'zda. Bu mayli avom bo'lsin, mayli xos odamlar bo'lsin, hammalarga bu gap nihoyat ko'p ziyon yetkazgan. Bu so'z bo'lsa-mu, burunqilar boshqalarga hech narsa qoldirib ketmagan. Yani yazdıgan bir narsa qo'ymagan degan shu gap. Mana shu gap bek ziyon ilib kelgan deydi. Amaliyotda Amirul Bayan Abu Tamam degan katta bu shoir shunday deydi. Amaliyotda burunqilarning keyingilarga qoldirib ketgan bo'shliqi nihoyatda ko'p, bek to'la. Shuning uchun ba'zi bir qism fazil aqlliqlar shunday deydi. Kitob yozishning uslubi 7 turga bo'lingan bo'lib, har qanday bir aqllar shu 7 xil turda kitob yozadi deydi. 7 xil doiradan chetnab ketolmaydi. Birinchisi boshqalar qilib boqmagan bir narsani yozib ijod qiladi. Ikkinchisi boshqalar yozgan lekin kamtuk buni to'liqlaydi. Uchinchisi yozgan bo'lsa-mu ma'nolari nihoyat tutuq, buni sharhlab, texmo bayon qilib tushuntiradi. Yana birisi uzun bo'lsa uni qisqartiradi. Parcham-parat kitobning orasida bo'linib ketgan, parcha-parat bo'lgan bo'lsa uni bir yerga yig'ib to'playdi. Bir-biriga oralashib ketgan, hamma turga qo'shilib ketgan bo'lsa onu redlep, onu türge ayırıp çıkıdı. Yoki onu bir muallifi yazgan, ama onun hatalık olgan bolsa, onu tüzlep, to'g'irlab yozgan bir turi var. Demek muşu deyilgen 7 tür dilam kitap yezish davomlashidi deydi. Biz Adabuddin ve Dünya namlıq bir kitapningki etrafida turibdimiz hozir. İmam Abul Hasan rahimahullah Mavardi deydi. Kitapningki muşu tüzlish shaklini biz bayatın deyilgen 5. qismga kirgizsek deb o'ylayman. Kitobni yezib to'plab ajoyib bir yangilik yaratgan. O'zining beshida o'zi ashada muqaddimasi o'zi degan bir yangilik yaratgan bu kitobni yezib to'plab. Mayli shu faqihlarning tahqiqi bilan adiblarning shu nozuk yorqin iboratlarini bir-birini jug'lagan adam. Yani demakchi bo'lgani faqihlarning iborati bilan adiblarning nozik iboratini bir yerga jug'lab, bu kitobda nihoyat tili yorqin, go'zal holat chiqargan demakchi. Bu kitobda nurg'un Qur'ondan, sunnatdan, maqol tamsillar, hikmat va danliq shu adabiyot shoirlarniki she'rlaridan misol kelgan bu odam. Bu kitobningki mayli yezilish, tuzilish boblari bo'lsin, yoki undan boshqa abzaslari yoki fasl bo'limlari bo'lsin, buni xilma-xil atrofliq turlarga bo'lib chiqqan. Zirkib qolmasin va shundaqla go'zal xislatlarni o'ziga mujassam qilgan, o'ziga bir zinat ato qilgan yoki bo'lmasa zirkib
qilishdan zerikishlik bo'lib qolmaslik uchun va shundoqla go'zal bir xislatlarni o'ziga mujassamlashni undash asosida bu kitobdagi bo'limlarni xilma-xil turlarga bo'lib chiqqan. Hamda aql va aqlning fazilati haqida gap qilgan vaqtida ilm, olim va talibul ilm o'quvchilarning adab axloqining bayonini so'zlab o'tgan. Ondan dinning adab axloqini 3 turga bo'lgan. Bu yerda amr qismi, nahiy qismi, undan boshqa o'zining nafsini chiniqtirish yoki nafsini tarbiyalash qismi. Mushu 3 nuqtani bakrak yoritib bergan. Ondan dunyoning dunyo ishlarini qanday qilgan vaqtida nihoyat yaxshi ilib bag'ili bo'ldi degan temisda nurg'un qoida usullarni, adab qoidalarni kengaytib bayon qilgan. İnsanning mushu dunyoga berilganda va yoki dunyo, mol dunyoni ilib mangan vaqtidagi diqqat qilish tegishli. O'zining yaxshiligini qanday qilgan vaqtida dunyo bilan birga saqlab qola oladi, mol dunyo bilan birga saqlab qola oladi degan qoida usullarni birga bu odam bayon qilib o'tgan. Bu kitobningki asosan mush adabun nafs, ya'ni insonning mush nafs tarbiyasiga munosabatli qismi asosiy qismini egallaydi. Demek bu adam bu kitapni 2 adabiy nuqtaga jo'g'lagan. Birisi adabur riyaz va istislah, nafs tarbiyasi yoki o'zini isloh qilish tarbiyasidagi adab qoidalar. Bu yerda mush axloqningki go'zalligi yoki nachar axloqlar, go'zal axloqlar qatorliq boblarni o'z ichiga olgan, bayon qilgan va uningdan boshqa mushu o'z nafsidan hisob elish, nafsni qanday hal qilish, qanday davolash, nafsi kasalliklardan qanday qilgan vaqtida yaxshi qutulg'ili bo'ldi. Bu temlarni bu odam so'zlab o'tdi. Yana birisi bunda putishma o'rtaq adab qoida usullar. Ya'ni shu millatda yoki shu qavmda muqimlashgan o'rtaq adab qoidalar. Bu jihatda masalan nafsniki avvali mesela söz qilish, so'zni tushunish, so'zlardagi balog'at, maslahat, sir saqlash va undan boshqa nafsiga munosabatli avvallar. Muruvvatning shartlari qatorliq nurg'un mazmunlarni bu odam bayon qilib o'tgan. Bu zot o'zining kitobini turli go'zal nasihatlar bilan xilma-xil chachma adab, axloq, qoida, usullar va adab qoidalar bilan tugatganda davom og'irlashtirgan. Haqiqatan Rasululloh bu kitob nayt ulug' kitob bo'lib, turli masalalarni o'ziga mujassam qilgan, to'plagan holatda yozilgan bo'lib, butun asrlar bo'yicha ahli ilmlarningki huzurida qabulga erishgan, nurg'un katta so'rinlarda, majlislarda o'qilgan, hatto nurg'un ulamolar bu kitoblardan dalil qilib va'z tabliğlarini, leksiyalarni tonutgan yoki kishilar orasida so'zlagan. Mesela İmam Turturshi 520-yil o'lib ketgan odam. Sirajul Muluk nomli kitobida Vatvat degan ulamo 718-yil o'lib ketgan odam. G'irarul Xasaisul Vaziha İmam Munnavi 1031-yil o'lib ketgan odam. Fayzul Qadir At-Taysir nomli kitoblarda mush kitoblardan foydalanib shu kitoblarni mol beytqanda. Bu kitobni Ibn Layyun at-Tajibi degan ulamo Hijriya 750-yil o'lib ketgan odam. Nuhbatul Ulya min Adabid-din ve Dünya nomi bilan qisqartgan. Demak bu kitobni bu kitobni foydalangan, o'zining kitoblarini mollashtirgan yoki bu kitobni sharhlaygan yoki qisqartgan odamlar ko'p demakchi. Ya'ni bu kitobni Uvays, Wafa ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Khalil ibn Davud Erzanjan, adqimiş Turkiyaning Erzanjan bo'lsa kerak, Turkiyaniki. Xanzade nomi bilan mashhur Hijriya 1327-yili, ya'ni bundan 120 yil burun taxminan bu kitobni sharhlab chiqqan. Osmonlarning eng oxirgi davrdagi buyuk ulamo bu kitob Minhajul Yaqin nomi bilan sharhlagan bu kitobni. Ana bu kitobga shuna qarab chiqsak, bu kitobningki manbalari xilma-xil. Ko'pincha ilbetqa vaqtida mushu arab she'riyatiniki manbasi bo'lgan, arab adabiyotniki asosi bo'lgan mushu ana kitoblardan foydalangan bu odam. Bo'libmi Hijriya 255-yil o'lib ketgan Joyizning kitoblaridan, 276-yil o'lib ketgan Ibn Qutaybiyaning kitoblaridan, 328-yil o'lib ketgan Ibn Abdurrabbining kitoblaridan, Abi Ubaydul Qasim ibn Sallamning, Abi Hilal al-Askari, Abi Hayyan at-Tawhidi, Abi Mansur as-Sa'alibi qatorliq İslamiyatningki mushu dastlabki oltin davrlardagi mashhur adib oqillarningki kitoblaridan bakrak foydalangan bu odam. Yozilgan bu iboratlar
Bu kitapniki nəhayət yoşurun küçünü texmi bək göstərib turvatıdı və ilmning bu yerdəki ichki qimmatlarini texmi bəkrak yoritib chiqarib turvatıdı. Və shundaqla bu ilm ma'rifatning bu yerdəki bu kitapdagi ma'rifat, ilm ma'rifatningki zo'r xazinasini bizga ochib turvatıdı. Bu kitapda bu muallifningki shaxsiyati, muallifning ya'ni avtorningki kuchi texmi bək namoyon bo'lgan. Masalan, bu odam shu aqliy, kalomiy masalalarga kelgan vaqtida xilma-xil farqlarni ayirib muomala qilgan. Masalan, aqlni tushundirganda aqlning sifati, aqlning o'rni qatorliq masalalarda faylasuflar orasidagi ziddiyatlar bor. Bu ziddiyatlarni bu odam o'zi kuchlantirish, tushundirish jihatda o'zininki obrazini texnik namoyon qilgan. Uningdan boshqa masalan fiqhiy masalalardami nahiy munkar, masalan shu podshoh saylash, bir necha xil podshoh bo'lan bo'lmamdi degandek masalalardami, bir necha xil amir boss bo'lan bo'lmamdi degandek masalalardami fiqhiy ko'z qarashlarni xili yoritib bergan. Va uningdan boshqa shu axloqiy tarbiya masalalardami o'zini bakrak, aqlini, o'zining ko'z qarashini bildirib o'tgan. Masalan, ko'p do'st tutish deymiz. Uningdan boshqa nurg'un kitobning ichida xilma-xil ajoyib temalarda bu odam so'z ochgan. O'ziniki obrazini texnik bakrak namoyon qilgan bu odam. Masalan, bir oyatni shohidlik yoki dalil sifatida kelgan bo'lsa, bu vaqtdagi ulamolarningki tafsirida nimalarni dedi, buni bayon qilib o'tgan. Shuning bilan birga bu odam bu kitobni eng mukammal puxta shaklda yozish bilan birga uzrab ketmaslik uchun nayt qisqa iboratlar bilan ifodalagan undan boshqa. Qandam unda bo'lmasin, bu odam An-Nukat vel Uyun nomli mashhur gigant asarning avtori emasmi deydi. Bu odamning she'rni, adabiyotni bek yaxshi ko'radiganligi chiqib turdi. Chunki bu kitobda misol sifatida ekkagan she'r, masalalar, hikmatlar nihoyat ko'p. Demak, she'rni qanchalik yaxshi ko'radiganligini bu yerda biz ko'rib turyapmiz. Undaqda bu zot ham kalomshunos, ham faqih, ham zohid, ham tafsirshunos, ham dağınıq edip. Allah'a hiç gep emas. Bir alimda yoki bütün dünyani bir adamga to'plab qo'ysimi, bu Allah'a bu yiroq emas deydi. Allah bundan ojiz emas. Bir adamda bütün kamolatni yetildirish Allah'a ig'ir qilgan masala emas. Demak, bu odamda xilma-xil mushtaq ilmniki hamma sifatlari tepilgan demakchi-da bu yerda. Allah subhanahu va taala ilm, irfon, ixlos babida bizni Allah o'z bekitgan shu qonuniyat ustida ixlos va ilmdagi o'zbektikan qonuniyat ustida qilsin. Allah bizning amallarimizni o'z fazli karimi bilan qabul qilsin. Allah bizning ayiblarimizni yopsin. Allah har narsaga qodir. Dualarimizni ijobat qilishga ham qodir, ham shuni faqat duo Allah buningga birdan-bir qodir va dualarimizni ijobat qilishga eng loyiq zot yana shu. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Alloh xolisa ayatlik darsda biz mush kitobniki avtori Imom Mavardiyning tarjimasi bilan, tarixi bilan tanishib chiqamiz. Undan keyin